Rossiyaning hech bir hududi endi mutlaqo xavfsiz emas. Ukrainaning uzoq masofaga uchuvchi dronlari minglab kilometr uzoqlikdagi nishonlarga yetib bormoqda va Moskva hamda Sankt-Peterburg xavfsiz degan tasavvur tez suratlarda parchalanmoqda. Ukraina prezidenti Zelenskiy 6-iyul kuni Financial Times nashriga bergan intervyusida aynan shu manzarani ochiq tasvirlab berdi. Uning ta'kidlashicha, urush yangi bosqichga kirmoqda va bu safar nishonlar to'g'ridan-to'g'ri Rossiya hukmron elitasi ostonasiga yaqinlashmoqda. Zelenskiy chizgan manzaraga ko'ra Moskva osmonida o'nlab emas, balki yuzlab dronlar paydo bo'lgan kun Kremlning o'zini daxlsiz deb hisoblab kelgan elitasi ilk bor o'z hayoti uchun qo'rqishni boshladi va uning yagona chorasi Ural tog'laridan nariga chekinish bo'ldi. Biroq Rossiyaning yuqori lavozimli amaldorlari endi Ural hududlari ham avvalgidek xavfsiz emasligini tan olmoqda. 2026-yil mart oyida Shoygu Uralning markazida joylashgan Yekaterinburg shahrida shunday degan edi. Shu paytgacha Ural hududlari Ukraina hududidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan havo hujumlari doirasiga kirmas edi. Ammo bugun ular ham bevosita tahdid zonasiga aylandi. Poytaxt va Ukraina chegarasiga yaqin hududlar doimiy hujum xavfi ostida qolgani Putinni og'ir strategik tanlov qarshisida qoldirmoqda. Endi u eng qimmat harbiy texnikalarni Uralning ichkarisigacha ko'chirishga majbur. Xo'sh, qaysi texnikalar ko'chirilmoqda? Ro'yxatning eng yuqori qismida Rossiyaning eng qimmat va eng muhim jangovar samolyotlari turibdi. Ular orasida Kreml yillar davomida o'zining eng asosiy harbiy ramzi sifatida namoyish qilib kelgan 5-avlod Su-57 qiruvchilari alohida o'rin tutadi. Bu samolyotlar Ukraina frontida boshqariladigan aviabombalar bilan kuchli zarbalar berish va chuqur hududlardagi nishonlarni yo'q qilishda havo kuchlarining asosiy tayanchi hisoblanadi. Biroq Su-57 ning ahamiyati faqat harbiy sohada emas. U Moskva uchun milliardlab dollarlik xalqaro qurol bozoridagi eng muhim namoyish mahsulotlaridan biri ham hisoblanadi. Erkaklar, sog'lig'ingizni kechiktirmang. Tez-tez hojatga chiqasizmi? Bel yoki pastki qorin og'riydimi? Bu prostata muammosining belgisi bo'lishi mumkin. Prostamix 18 xil tabiiy giyohli Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan mahsulot. Prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, erkaklar quvvatini mustahkamlashga ko'maklashadi. Ma'lumot uchun 55 kodi bilan 503 22 00. Har bir samolyotning bahosi taxminan 100-120 million dollarga teng. Shu sababli Rossiya ushbu qimmat parkni Ukraina chegarasidan taxminan 1700 kilometr uzoqlikda Chelyabinsk yaqinidagi Shagol aviabazasiga ko'chirdi. Hisob-kitob oddiy edi. Bu masofada ular dronlar uchun yetib bo'lmas nishon bo'ladi. Ammo bu hisob o'zini oqlamadi. 2026-yil aprel oyida Ukraina uchuvchisiz tizilmalari ushbu xavfsiz deb hisoblangan aviabazaga zarba berdi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari kamida 2 ta Su-57 va bitta Su-34 samolyoti shikastlanganini tasdiqladi. Xuddi shu kuni sharqroqda joylashgan Yekaterinburg ham ilk marta hujumga uchradi. Bu Rossiya uchun 2 karra zarba bo'ldi. Birinchi tomondan qimmatbaho samolyotlar zarar ko'rdi, ikkinchi tomondan esa Moskva butun dunyoga namoyish qilib kelgan yengilmas qurol haqidagi imij o'z hududidayoq jiddiy zarba oldi. Ko'chirilganlar faqat jangovar samolyotlar emas edi. Yanada muhim ahamiyatga ega bo'lgan transport aviatsiyasi ham sharqqa ko'chirildi. Il-76, An-24 va An-22 kabi yirik transport samolyotlari Rossiya harbiy mashinasining ko'rinmas, ammo o'rnini bosib bo'lmaydigan logistik asosni tashkil etadi. Armiya qanchalik kuchli bo'lmasin, ta'minot zanjiri izdan chiqsa, uning harakat qobiliyati ham falajlanadi. Shu sababli bu samolyotlar faqat g'arbdagi an'anaviy bazalardan olib chiqilib, sharqqa ko'chirildi. Sun'iy yo'ldosh suratlari bu jarayonni yaqqol tasdiqlaydi. Ilgari ko'p sonli Il-76 samolyotlari joylashgan США aviabazasi hozir deyarli bo'shab qolgan. U yerda asosan harakatsiz turgan An-22 samolyotlarigina qolgan. Bundan tashqari ushbu samolyotlar bir joyda turmaydi. Ular aniqlash va nishonga aylanish xavfini kamaytirish uchun deyarli har kuni boshqa aerodromlarga ko'chirib turiladi. Ukraina shaharlariga qanotli raketalar yog'dirayotgan Tu-95 va Tu-160 strategik bombardimonchilar ham xuddi shunday taqdirga duch keldi. Urgumchak to'ri operatsiyasidan keyin ular Rossiyaning uzoq sharqigacha ko'chirildi. Bu keng ko'lamli ko'chirish bilan birga yana bir chora ham ko'rildi. Bu temir beton himoya inshootlari qurilishi edi. 2024-yil kuzidan boshlab Rossiya Ukraina zarba bera oladigan hududlarda joylashgan kamida 14 ta aviabazada shoshilinch tarzda mustahkam temir beton samolyot panohgohlarini qurishni boshladi.
Bundan boshqa yo'l yo'q edi, chunki Su-34 va Su-35 kabi zamonaviy yirik samolyotlar Sovet davrida qurilgan tor panohgohlarga sig'mas edi. Biroq Ukraina hatto millionlab dollar sarflagan ushbu inshootlarni ham chetlab o'tish usulini topdi. Dronlar to'g'ridan-to'g'ri panohgohlarning po'lat eshiklarini nishonga ola boshladi. Bu taktikaning natijalari allaqachon ko'rindi. Masalan, Qrimdagi Saki aviabazasiga berilgan zarbalardan keyin sun'iy yo'ldosh tasvirlari 7 ta panohgohdan 6 tasi shikastlanganini, 4 tasining po'lat eshiklari portlash kuchi bilan uzilib, oldinga otilib ketganini ko'rsatadi. Xuddi shunday holat Volgograd viloyatidagi Marinovka aviabazasida ham kuzatildi. U yerda samolyotlar joylashgan panohgohlar ketma-ket nishonga olindi. Buning siri Ukraina yangi avlod dronlarining yuqori vayronkor quvvatida. Bu dronlar 200 kilometrgacha portlovchi modda olib yurishi mumkin. Ular beton devorni teshib o'tmasa ham portlashdan hosil bo'ladigan ulkan bosim eshiklarini ishdan chiqaradi. Portlash to'lqini betonning ichki qatlamlarini parchalab, ularni ikkinchi darajali parchalarga aylantiradi va himoyalangan deb hisoblangan samolyotlarning o'ziga katta zarar yetkazadi. Qisqasi, Rossiya qanday chora ko'rmasin, hal qilish qiyin bo'lgan muammo qarshisida qolmoqda. Chunki ushbu panohgohlarning deyarli barchasi asosiy tahdid g'arb va janub tomondan keladi degan hisob-kitob bilan frontga yaqin aviabazalarda qurilgan. Ural va Sibirning ichkarisidagi hududlar esa yillar davomida masofaning o'zi himoya vazifasini bajaradi degan qarashga tayanib kelgan va u yerlarda qimmat panohgohlar deyarli qurilmagan. Ana shu xavfsizlik qalqoni Ukraina parchalab tashladi. Hatto Sibirdagi Belaya aviabazasiga zarba berilgan O'rgimchak tur operatsiyasi masofasining o'zi endi xavfsizlik kafolati emasligini ko'rsatadi. Bu ommaviy ko'chirish jarayonining o'zi ham Moskva uchun juda qimmatga tushmoqda. Chunki armiyaning eng qimmat harbiy texnikalarini doimiy ravishda bir joydan ikkinchi joyga ko'chirib yurish ularning jangovar samaradorligini asta-sekin pasaytirib boradi. Buning qanchalik og'ir oqibatlarga olib kelishini tushunish uchun raqamlarga qarashning o'zi yetarli. Masalan, Rossiya frontdagi asosiy zarba kuchlaridan biri hisoblangan Su-34 samolyotini olaylik. U to'liq jangovar yuklama bilan taxminan 1100 kilometr jangovar radiusga ega. Agar u Ukraina chegarasiga yaqin Lipetsk kabi aviabazadan parvoz qilsa, frontga bemalol yetib borib, vazifasini bajarib qaytishi mumkin. Biroq xuddi shu samolyot dronlardan himoya qilish maqsadida chegaradan 1700 kilometr uzoqdagi Ural hududiga ko'chirilsa, butun hisob-kitob o'zgaradi. Endi har bir parvoz uchun u yuzlab, hatto minglab kilometr masofani bosib o'tishiga to'g'ri keladi. Bu esa uning jangovar radiusidan ancha oshib ketadi. Bunday masofalarni bosib o'tish uchun havoda yoqilg'i quyish yoki qo'shimcha yoqilg'i baklaridan foydalanish talab qilinadi. Natijada har bir jangovar parvoz uchun yoqilg'i sarfi keskin ortadi. Uchish vaqti esa bir necha soatga cho'ziladi. Buning zanjirli ta'siri juda muhim. Chunki jangovar samolyotning haqiqiy qiymati uning qanchalik tez parvoz vazifalarini bajara olishi bilan o'lchanadi. Frontga yaqin aviabazada joylashgan samolyot bir kunda bir necha marta jangovar parvozni amalga oshirishi mumkin. Frontdan minglab kilometr uzoqda joylashgan aviabazalardan harakat qilayotgan samolyotlarda esa bu ko'rsatkich keskin pasayadi. Chunki har bir jangovar vazifa ancha ko'proq vaqt talab qiladi va ma'lum vaqt ichida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan zarbalar soni sezilarli darajada kamayadi. Buning ustiga samolyotlar aniqlanmaslik uchun doimiy ravishda aviabazalarni almashtirishga majbur. Har bir ko'chish texnik xizmat ko'rsatish ishlarini, o'q-dori ta'minotini va ekipajlarning jangovar tayyorgarligini izdan chiqaradi. Natijada Rossiya o'z harbiy aviatsiyasidan ancha kam foydalana oladi va har bir parvoz avvalgidan ancha ko'p resurs talab qiladi. Hatto birorta ham samolyot urib tushirilmagan taqdirda ham ularning doimiy ravishda mamlakat ichkarisiga ko'chirilishi Rossiya havo kuchlarining salohiyatini asta-sekin susaytirmoqda. Aynan shu yerda eng katta qarama-qarshilik namoyon bo'ladi. Bu qadar katta yoqilg'i sarfi Rossiya o'z tarixidagi eng og'ir yoqilg'i inqirozlaridan biriga duch kelgan davrga to'g'ri kelmoqda. Ukrainaning bir necha oy davom etgan neftni qayta ishlash zavodlariga qarshi hujumlari Rossiyaning yoqilg'i ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada qisqartirdi. Ayrim hududlarda aholi benzin topishda qiynalayotgan bo'lsa, boshqa joylarda rasmiy yoqilg'i taqsimoti tizimi joriy etilgan. Harbiy samolyotlar iste'mol qiladigan aviatsiya yoqilg'isi ham aynan shu nishonga olinayotgan neftni qayta ishlash zavodlarida ishlab chiqarilishini hisobga olsak, vaziyat yanada murakkablashadi.
Rossiya havo kuchlari samolyotlarni xavfsizroq hududlarga ko'chirish uchun aynan tanqis bo'lib borayotgan yoqilg'i yanada ko'proq sarflashga majbur. Shu tariqa har bir ko'chirish ham jangovar imkoniyatlarni kamaytiradi, ham taqchillik resurslarini yanada tezroq tugatadi. Bu omillarning barchasi birgalikda Rossiya uchun haqiqiy strategik bosh og'riqni yuzaga keltirmoqda. O'nlab yillar davomida Moskva uchun eng katta kafolat mamlakatning ulkan geografik chuqurligi hisoblangan. Endi esa aynan shu geografik chuqurlik doimiy ravishda katta xarajat talab qiladigan og'ir yukka aylanmoqda. Ukraina dronlari nafaqat samolyotlarga, balki urush iqtisodiyotining yuragi hisoblangan neftni qayta ishlash zavodlari va energetika infratuzilmasiga ham zarba bermoqda. Bu esa Rossiyaning urushni moliyalashtirish imkoniyatlarini asta-sekin yemiradi. Bu manzara shu qadar ayon bo'ldiki, hatto Vladimir Putinning o'zi ham Ukraina hujumlari Rossiya iqtisodiyoti va jamiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotganini ochiqdan olishga majbur bo'ldi. Urush cho'zilgani sari bu og'ir yukni ko'tarish Moskva uchun tobora qiyinlashib bormoqda. Zelenskiy tilga olgan sharqqa chekinish ssenariysi Rossiya tarixida avval ham kuzatilgan. Bundan qariyb 80 yil avval 1941-yilda fashist Germaniyasi qo'shinlari Moskva ostonasiga yetganida Iosif Stalin poytaxtni sharqqa ko'chirish bo'yicha maxfiy qaror tayyorlagan edi. Moskvadan taxminan 1100 kilometr sharqda joylashgan Kuybyshev shahri hozirgi Samara Sovet ittifoqining zaxira poytaxti sifatida belgilangan. O'sha davrda minglab zavodlar Uralga evakuatsiya qilingan. Chelyabinsk esa ulkan tank ishlab chiqarish tufayli Tankograd nomi bilan mashhur bo'lgan. O'sha paytda Rossiyani qutqargan asosiy omil aynan nemis qo'shinlari yetib bora olmagan ulkan geografik chuqurlik edi. Tarixning bugun yana takrorlanayotgandek ko'rinishining sababi ham shunda. Zelenskiy chizgan manzara ma'lum ma'noda Stalinning o'sha rejasini eslatadi. Biroq barcha narsani o'zgartiruvchi bitta ulkan farq mavjud. 1941-yilda mamlakat ichkarisidagi hududlar amalda mutlaqo daxlsiz edi. Bugun esa Ukraina dronlari minglab kilometr masofani bosib o'tib, hatto Ural va Sibirning ilgari yetib bo'lmas deb hisoblangan hududlariga ham zarba bera olmoqda. Bu Zelenskiy strategiyasining asosiy mohiyatini ochib beradi. Chunki bunday uzoq masofali hujumlarning haqiqiy maqsadi bir nechta samolyot yoki neftni qayta ishlash zavodini yo'q qilish emas. Eng asosiy maqsad ancha mavhum, ammo shunchalik vayronkor. U Rossiyaning daxlsizlik hissini va yengilmaslik haqidagi afsonasini parchalashdan iborat. Putin hokimiyatining kuchi ko'p jihatdan nazorat va xavfsizlik haqidagi tasavvurga tayanadi. Oddiy rossiyalik yoki Kremlga yaqin tadbirkor uchun Moskva har doim urushdan uzoqda joylashgan daxlsiz qal'a sifatida ko'rilgan. Har bir dron hujumi ana shu qal'a devorida yangi yoriq hosil qiladi. Maqsad odamlarni quyidagi savolni berishga majbur qilishdir. Agar davlat o'z poytaxtini va o'z elitasini ham himoya qila olmasa, u bu urushda haqiqatan ham g'alaba qozona oladimi? Bunday psixologik zarba Putin uchun frontda yo'qotilgan har qanday samolyotdan ham xavfliroq hisoblanadi. Chunki u to'g'ridan-to'g'ri hokimiyat qonuniyligiga va shu hokimiyat beriladigan xavfsizlik hissiga zarba beradi. Tarixda bunday psixologik ta'sir qanchalik kuchli bo'lishi mumkinligiga ko'plab misollar bor. Shulardan biri 1942-yilda Pearl Harbor hujumidan ko'p o'tmay AQSh amalga oshirgan mashhur Doolittle reydi. 16 ta amerikalik bombardimonchi Tokioga yetib borib, zarba berganida yetkazilgan jismoniy zarar unchalik katta bo'lmagan. Biroq psixologik ta'siri haqiqiy zilzilaga teng edi. O'sha kungacha Rossiya rahbariyati va aholisi mamlakat hududi mutlaqo daxlsiz deb hisoblardi. Ana shu yagona hujum yengilmaslik haqidagi tasavvurni bir zumda yo'q qildi. Yaponiya harbiy qo'mondonligi shunchalik qattiq sarosimaga tushdiki, ular shoshilinch ravishda Midway operatsiyasini boshladi. Bu esa strategik xatoga aylanib oradan atiga 6 hafta o'tib hal qiluvchi mag'lubiyat bilan yakunlandi. Zelenskiy tasvirlayotgan Moskva osmonidagi minglab dronlar manzarasi. Bu yondashuv aynan o'sha mantiqqa asoslanadi. Maqsad shaharlarni vayron qilish emas, balki Rossiya aholisi va hukmron elitasi ongidagi biz xavfsizmiz degan ishonchni yo'q qilishdir. Bu ishonch yemirilgan zahoti esa ancha xavfli va oldindan aytib bo'lmaydigan savol paydo bo'ladi. Burchakka siqilgan Putin qanday yo'l tutadi? Bu savol butun strategiyaning eng xavfli va eng noaniq qismi hisoblanadi.
Chunki o'zining yengilmaslik haqidagi tasavvuri parchalangan rahbar qanday qaror qabul qilishini hech kim aniq bashorat qila olmaydi. Biroq hozircha ikki asosiy ehtimol muhokama qilinmoqda va ularning har ikkalasi ham jiddiy xavotir uyg'otadi. Birinchi va eng xavfli ssenariy mojaroni yanada keskinlashtirish. Agar Putin mamlakat ichkarisiga berilayotgan bunday zarbalarni o'z hokimiyati uchun hayotiy tahdid sifatida qabul qilsa, u o'zining eng kuchli tiyib turish vositasi yadroviy ritorikaga murojaat qilishi mumkin. Bu kabi vaziyat avval ham kuzatilgan. 2022-yil kuzida Ukraina muvaffaqiyatli qarshi hujumlar orqali yangi hududlarni qaytarib ola boshlaganida Putin G'arbni ochiqchasiga yadroviy qurol bilan tahdid qilib, men hazil qilayotganim yo'q degan edi. Medvedev kabi siyosatchilar bu tahdidlarni yanada keskinlashtirgan. Biroq amalda nima yuz berdi? Rossiya o'zining avval qiziq chiziq deb atagan chegaralari buzilganiga qaramay, Xersondan chekindi va yadroviy quroldan foydalanmadi. Hatto 2025-yildagi O'rgimchak to'ri operatsiyasi vaqtida Ukraina Rossiya hududidagi strategik bombardimonchilarga zarba berganida ham kutilmagan yadroviy javob bo'lmadi. Britaniyalik harbiy tarixchi Lawrence Friedman ta'kidlaganidek, Putin yadroviy variantni davlat haqiqatdan ham mavjudligiga tahdid tug'ilgan eng keskin vaziyat uchun saqlab kelmoqda. Qisqasi, bunday tahdidlar nazariy jihatdan juda xavfli ko'rinsa-da, amalda ular ko'p hollarda siyosiy bosim vositasi bo'lib qolgan. Shunga qaramay, burchakka siqilgan rahbarning noto'g'ri qaror qabul qilish xavfini butunlay inkor etib bo'lmaydi. Agar Rossiya yo'qotadigan hech narsasi qolmaganiga ishonib qolsa, butun dunyo ancha xavfli bosqichga kirishi mumkin. Shu paytgacha cho'zilgan manzara Ukraina uchun ma'lum darajada ijobiy ko'rinadi. Biroq barcha bosimlarga qaramay Rossiya hali ham jiddiy harbiy imkoniyatlar va uzoq muddat qarshilik ko'rsatish salohiyatini saqlab qolmoqda. Shuning uchun faqatgina mamlakat ichkarisiga berilayotgan zarbalar Rossiyani taslim qiladi deb o'ylash ortiqcha optimizm bo'lar edi. Avvalo, Rossiya chekinayotgan bo'lsa ham bir vaqtning o'zida o'zgarmoqda va moslashmoqda. Moskva endi urushning dastlabki oylaridagi kabi qo'pol harakat qilayotgan armiya emas. U Ukrainaning har bir yangi taktikasini tahlil qilib, unga qarshi o'z choralarini ishlab chiqmoqda. 2024-yil yozida Rossiya dronlar sohasida orqada qolmaslik maqsadida Rubicon nomli maxsus ilg'or uchuvchisiz texnologiyalar markazini tashkil qildi. Bu markaz front ortidagi 10-40 kilometr masofada faoliyat yuritayotgan Ukraina dron guruhlari va radioelektron kurash tizimlarini aniqlash hamda yo'q qilishga ixtisoslashgan. Shuningdek, Rossiya bosh shtabiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunadigan uzoq masofali zarbalarga ixtisoslashgan 50-chi uchuvchisiz tizimlar brigadasini ham shakllantirdi. Mudofaa sohasida ham shunga o'xshash moslashuv kuzatilmoqda. Moskvaga qarshi Ukraina amalga oshirgan eng yirik dron hujumlaridan biri vaqtida Rossiya havo mudofaasi kelayotgan dronlarning aksariyati yo'q qilinganini ma'lum qildi. Garchi nishonga olingan neftni qayta ishlash zavodi baribir zarar ko'rgan bo'lsa ham, bu ko'p qatlamli havo mudofaa tizimi hali ham muayyan darajada samarali ishlayotganini ko'rsatadi. Ikkinchidan, ehtimol eng muhimi, Rossiyaning harbiy sanoati sanksiyalar va yo'qotishlarga qaramay ishlashda davom etmoqda. Moskva mudofaa xarajatlarini Sovet davridan keyingi eng yuqori darajaga yetkazdi. Avval tilga olingan Su-34 samolyotlari ishlab chiqarish hajmi taxminan 2 baravar oshib, yiliga qariyb 30 taga yetdi. Mavjud shartnomalarga ko'ra 2027-yilgacha yana o'nlab yangi samolyotlar yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Bu butun manzaradagi eng xavfli omillardan yana biri Rossiya qo'lida hali ham saqlanib qolayotgan yadroviy keskinlashuv imkoniyatidir. Shu sababli Ukraina qo'lga kiritayotgan psixologik va strategik ustunlik haqiqatan ham muhim bo'lsa-da, uni to'liq g'alabaga aylantirish, frontda bosimni uzluksiz saqlab turishga albatta G'arbning doimiy qo'llab-quvvatlashiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham bugun urush taqdiri nafaqat front chizig'ida, balki Moskva va Sankt-Peterburg osmonida ham hal bo'lmoqda. Putin shu osmon ustidan nazoratni qanchalik ko'proq yo'qotsa, uning so'nggi boshpanasi shunchalik yaqinlashadi. Endi ochiq qolgan yagona savol shu: qochadigan joy ham qolmasa, keyin nima bo'ladi? Bu voqealarni kuzatishda davom etamiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.